Belindagi kuchi bor aka-ukalarimiz uchun sentrda avtotuning hamda mo'yqi uchun mo'ljallangan Zaniamiz arendaga berishga tayyorlaysizlar. Lokatsiyasi Banisaning to'g'risidan Mipton ko'chasida o'ng qo'lda ikkinchi Zaniamiz bo'ladi. Razmerlarni sirazu aytib ketamiz. Bu iki boks mo'ljallangan mo'yqi uchun albatta razmerlari 8 ga 8 razmerda bo'ladi. Suvi, sveti polni kelib turibdi do'stlar. Hamda o'zining karcherlari ham bor ekan. Polni ishlab turibdi. Aytgancha bir narsani aytib ketishim kerak. Zaniamiz avtomobilga 100% dokumentlari saqlanib turibdi do'stlar. Bilsanglar, 1-maydan avtomobillarga svetga, suvga shochkalar qo'yishni boshlagan va bu obyektimizda to'liq hammasi ishlanib turibdi do'stlar. Ertangayoq ishni boshlasangiz bo'ladi. Do'stlar, bu ikkinchi bo'limimiz hisoblanadi. Razmerlari 7 ga 8 razmerda bo'ladi. Shu yerdan polni halang yovib olib, avtotuning va shunga o'xshash narsalarni bemalol qilib olaverasiz. Kanalizatsiyalari bor, polni ishlab turibdi va bu eshigimiz birinchi bo'lim bilan ikkinchi bo'limda ulab turadigan eshik bo'ladi. Endi shuncha so'yladim, narxicha so'm detallar uchun do'stlar narxi kelishiladi. O'zlarimizning jonajon bratlarimizga bo'ladi. Ko'ngilga qo'l solsangiz albatta kelishtirib beradi. Qalang 1 yil, qalang 2 yil farqi yo'q. Dogovor asosida ham o'tiraverasiz bemalol. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Beruniylar sahifasidan uzoqlashmanglar.